Assalomu alaykum. Bugungi mavzu juft chiziqli regressiya va ushbu mavzuni juft chiziqli regressiya va uning parametrlarini hisoblash usullari hamda juft chiziqli regressiyaning iqtisodiy talqini deb nomlanadigan ikkita reja asosida o'rganamiz. Umuman olganda juft chiziqli regressiyaning ko'rinishi mana bizda ko'rinib turibdi. Bu y teng k ko'paytirilgan xi qo'shilgan b ko'rinishidagi regressiyani biza juft chiziqli regressiya deb ataymiz. Juft deyilishiga sabab bu yerda demak y o'rganilayotgan qanaqadir iqtisodiy hodisa yoki jarayon, x esa unga ta'sir qiluvchi omil. Albatta real hayotda iqtisodiy jarayonlarga faqatgina bitta omil ta'sir qilib qolmaydi, lekin hozircha biz faqatgina y ga bitta x omilining ta'sirini o'rganamiz. Hamda bu yerdagi, ya'ni bu yozuvdagi k hamda blar parametrlar deb aytiladi va bizning vazifamiz parametrlarni topish hisoblanadi. Keling, ushbu yozuvdagi harflarni yaxshiroq talqin qilish, ya'ni tushunish maqsadida mana jadvalimizga e'tibor qaratamiz. Chap tomonimizda masalani aytaylik. O'sha korrelyatsiya mavzusida ko'rgan edik. Umuman olganda qanaqadir korxonaning 24 oylik kuzatish natijasida olingan korxonaning mahsulotlariga bo'lgan talab, ya'ni korxona tomonidan birinchi oyda $14,200, ikkinchi oyda $13,600, uchinchi oyda $13,800 va hokazo. Demak, bu yerda 24-oyda $11,530lik mahsulot sotilgan hamda o'sha davrdagi narx, demak, ko'rib turganimizda birinchi oyda o'rtacha narx $85, ikkinchi oyda $84, uchinchi oyda $80 va hokazo 24-oyda $96 qilib belgilangan edi. Va biz korrelyatsiya mavzusida aynan shu sonlar bilan ishlab, bu yerda narxning talabga ta'siri ancha yuqori, ya'ni -0,91, -0,92 atrofida hisoblagan edik. Endi albatta mavzular ekonometrikada juda chambarchas bog'liq, kuchli bog'langan. Shuning uchun ham demak mavzularni bir-biriga bog'lashga to'g'ri keladi. Ya'ni korrelyatsiya mavzusini o'rganmasdan turib bu mavzuni o'rganish kerak emas. Ya'ni bir boshdan o'rganib borish kerak. Demak, mana ko'rib turganimizday x bu kuzatish natijasida olingan misol uchun narx bo'lsin deylik. Bunda y'imiz demak shu korxona mahsulotiga bo'lgan talab y demak bilan belgilanyapti. Endi i'lar degani bu x1, x2, x3 yoki y1, y2, y3 va hokazo. Bizda 24 ta kuzatish mavjud. Bizda qanchalik ko'p kuzatish bo'lsa, shunchalik mana bu tuziladigan regressiyamiz shunchalik aniqlik darajasi oshadi. Umuman regressiya degan so'z bu orqaga qadam tashlash, orqaga yurish degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni biz demak o'tmishda bo'lib o'tgan mana kuzatish natijasida olingan sonlarga asoslangan holda demak model yasaymiz hamda modellar asosida keyin demak prognoz qilamiz. Prognoz haqida birozdan keyin ikkinchi rejada gapiramiz. Bugungi demak hozircha biz birinchi reja asosida ishimizni davom ettiramiz. Shunday qilib juft deyilishiga sabab bu yerda bitta x va bitta y, ya'ni bitta y ga bitta x ta'siri o'rganilyapti. Shuning uchun ham juft deyiladi. Chiziqli deyilishiga sabab bu demak grafik to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Geometrik ma'nosi regressiya haqida gapirdik. Demak, va uni parametrlari hozir aytganimizdek bu k hamda blar hisoblanadi. Umuman olganda juft korrelyatsion regressiya deb ham aytiladi, ya'ni korrelyatsiyasi yuqori bo'lgan regressiya tenglamalari aloqadorlikka ega bo'lgan miqdorlarning o'zaro aloqadorligi desa ham bo'ladi. Va shunday qilib biza bu yerda ushbu korrelyatsion regressiya, ya'ni regressiya tenglamasining parametrlari hisoblanadigan k hamda blarni eng kichik kvadratlar usuli yordamida hisoblanadi aslida. Biz eng kichik kvadratlar usuli haqida umumiy qisqacha aytib o'tamiz. Eng kichik kvadratlar usuli nima degan savoldan boshlaymiz. Demak, buni tushunish uchun mana narx hamda talabni birgalikda belgilab olib va uni koordinata tekisligida grafikini chizamiz. Buning uchun bizda Excel juda oson tarzda amalga oshirib biladi. Xo'p, demak Exceldan foydalansak, mana ikkita miqdorni birgalikda belgilab stavka menyusiga kirgandan keyin bu yerda nuqtali grafik chizish imkoniyati bor. Mana точечная deydi ruschasiga. Va mana shu nuqtalarni belgilaganimizdan keyin demak mana ko'rib turganimizdek nuqtali grafik hosil bo'ldi.
E'tibor qiling, birinchi albatta narx, ya'ni x, undan keyin esa talab, ya'ni y joylashishi kerak. Shunda mana demak gorizontal o'qda narxning qiymatlari 20, 40, 60, 80, 100 va 120 va narxlarimiz haqiqatan ham 100 atrofidagi sonlar. Va demak vertikal o'qda esa y ning qiymatlari mana 5000, 10000, 15000, 20000, 25000. Va bu nuqtalarni koordinata tekisligida belgilasak, mana shunaqa nuqtalar buluti paydo bo'lar ekan. Endi esa Excel'ning boshqa qo'shimcha imkoniyatlaridan foydalanib, mana shu yerda bu haqida yana alohida dars tashkillashtiramiz. Xohlagan bitta nuqtani ustiga bosib, demak sichqonchani o'ng tugmasini bosganda mana shunaqa menyu hosil bo'lib chiqadi va bu yerda добавить linию тренда degan joyga bossak, o'ng tomonimizda mana shunaqa oyna kelib chiqadi va bu yerda endi ruscha yozilgan. Demak, biz hozir lineyni, ya'ni chiziqlarni o'rganyapmiz. Hamda bu yerda demak mana shu yerda ko'rgan bo'lsangiz, chiziq paydo bo'ldi va bu chiziqni yaxshiroq ko'rsatish maqsadida hali prognoz haqida keyinroq gapiramiz. Mana bu yerda men biroz sonlar yozaman, ya'ni 20, ya'ni 20 ta birlik o'ngga, ya'ni oldinga va mana 20 birlik orqaga grafik chiz dedik. Hozir maqsadimiz eng kichik kvadratlar usulining mohiyatini tushuntirishdan iborat. Demak, mana shu yerda mana ajoyib tarzda eng kichik kvadratlar usulidan foydalanilgan holda chiziq chizildi. Bu chiziqning ma'nosi shundan iboratki, demak, umuman eng kichik kvadratlar usuli haqida ikki og'iz gapiraylik. Eng kichik kvadratlar usulini Gauss birinchi fanga kiritgan. Ya'ni uni ma'nosi, maqsadi shundan iboratki, demak, biz ma'lum bir jarayonda va x va y larni mana shu tarzda agar koordinata tekisligiga belgilab olsak, Gauss aytadiki, biz shunaqangi bitta chiziq chizishimiz kerakki deydi. Mana shu har bitta nuqtachadan deydi, mana bizda hozir 24 ta nuqta bor. Mana shu har bitta nuqtachadan deydi, mana shu chiziqqacha bo'lgan masofachalarning yig'indilari eng kichik bo'lsin deydi. Va bu ishni amalga oshirish uchun bu chiziqlarni demak matematik formula yordamida hisoblaganda mana pastki aytaylik nuqtalardan chiziqqacha bo'lgan, ya'ni chiziqqa nisbatan pastda joylashgan nuqtachalardan chiziqqacha bo'lgan masofachalarni formula bilan hisoblaganda manfiy, aytaylik yuqorida joylashgan nuqtachalardan chiziqqacha bo'lgan masofachalarning demak miqdori qiymati musbat chiqqanda, demak o'shanda bu masalani kvadratga oshirish yo'li bilan hal qilgan. Shuning uchun ham biz buni eng kichik kvadratlar usuli deb ataymiz. Ya'ni demak, mana shu 24 ta nuqtachadan shu chiziqqacha 24 ta chiziqcha o'tkazib, majoziy ma'noda aytyapmiz albatta. Lineyka bilan o'lchab uzunliklarning yig'indisini qo'shganda bu eng kichik son chiqadigan qilib chizish kerak bu chiziqni deydi. Va o'sha chiziqni biz demak o'sha jarayonga mos demak model deb qarab, o'sha chiziq yordamida demak kelajak uchun bashorat, ya'ni prognoz qilsak bo'ladi degan g'oyani ilgari suradi. Va buni albatta hosiladan foydalanib, hosilani nolga tenglashtirib, bizada aynan y teng k ko'paytirilgan x qo'shilgan b. Men hozir bu grafik o'ngroq bir chekkaroq olib qo'yaman, bizga xalaqit qilmaslik maqsadida. Ya'ni mana shu k hamda b ning qiymatlarini hisoblash uchun deydi, eng kichik kvadratlar usulidan foydalangan holda formulalarni bizga keltirib chiqarib beradi. Va mana bu yerda biz ekranimizda hozir k ning hamda b ning qiymatlarini demak topish uchun kerak bo'ladigan, ya'ni eng kichik kvadratlar usulidan foydalanib hisoblangan k ning hamda b ning qiymatlarini hisoblab topish formulalarini ko'ryapmiz. Bu yerda k ni ikki xil usulda topish mumkin. Demak, k ni mana bu ko'rinishda, shaklda hisoblashimiz ham mumkin. E'tibor qilsangiz, bu juda ham korrelyatsiya koeffitsiyentiga o'xshab ketadi, faqat mahrajida biroz farq qiladi. Ya'ni surati korrelyatsiya koeffitsiyentini qanaqa topgan bo'lsak, xuddi shunday topiladi. K bu ko'rib turganimizdek formuladagi x ga ko'payayotgan son. Demak, yoki k ning qiymatini xuddi shu tarzda mana bu ko'rinishda, ya'ni o'rtacha qiymatlardan foydalangan holda ham topish mumkin. Ya'ni x kira y ning ko'paytmasining o'rtachasi, keyingisida esa x ning o'rtachasi kira y ning o'rtachasi, keyingisida esa x kvadratning o'rtachasi, ya'ni mahrajda, va minusdan keyin x o'rtachaning kvadrati.
Ya'ni k'ni birinchi ko'rinishdagi formula bilan topamizmi yoki ikkinchi ko'rinishdagi formula bilan topamizmi? Farqi yo'q. Har ikkalasida ham oxirgi natija bir xil chiqadi. Hozir buni misolda ko'ramiz. Va albatta k'ni qiymatini hisoblab topganimizdan keyin mana shu tenklamadagi k'ni topgandan keyin b ni topishimiz mumkin bo'ladi va b ni topish formulasi mana b teng y o'rtacha ayrilgan k ko'paytirilgan x o'rtacha formulasi bilan hisoblab topiladi. Va biza bugun sizlar bilan xudo xolasa eng birinchi oddiy modelimizni yasaymiz va uni chiziqli ko'rinishi, ya'ni y teng k ko'paytirilgan xy qo'shilgan b ko'rinishida yasaymiz. Keling endi maqsadga o'tamiz va chiziqli regressiya tenglamasini birinchi usulda yasaymiz. Menda oldindan tayyorlab qo'ygan jadvallar bor. Demak, birinchi ko'rinish, ya'ni k ning qiymatini, demak, korrelyatsiya koeffitsiyenti formulasiga o'xshagan shaklda birinchi k ni, undan keyin b ni topamiz. Xo'p, bu yerda yana k va b lar uchun yana joy ham ajratib qo'yganman va keling, demak, formuladan foydalanib ishni boshlaylik. Korrelyatsiya koeffitsiyenti formulasini topganda biz aytgandik, x o'rtacha, y o'rtachalari qanaqa qilib hisoblashni va biz aynan o'sha ishni, demak, hozir yana davom ettiramiz. Demak, korrelyatsiya koeffitsiyenti mavzusidan yaxshigina o'rganganmiz. X ning qiymatlarining o'rtacha qiymati, ya'ni barcha x larning o'rtachasi sredniy значение, ya'ni mana sredniy funksiyasini ishga tushirdik. Va endi bu yerda x larimizning o'rtacha qiymati. Albatta har safar jadvalni mana shu birinchi qatorda yozilgan formulalarga e'tibor qilib turish kerak. Mana bu yerda x lar, endi bu yerda esa x ning o'rtachasi ustiga chizilgan demak. Enter tugmasini bosganimizdan keyin bu yerda shriftni to'g'rilab olaylik bir martaga. Xo'p, 14 shriftda bo'lsin, kattaroq ko'rinsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, va albatta bu yerda Time New Roman shriftidan foydalansak chiroyliroq chiqadi. Xo'p, demak, x ning o'rtacha qiymatini topdik. Mana shu 24 oy davomida kuzatish natijasida olingan miqdorlarning o'rtacha qiymati 81,625 ekan. Endi y ning qiymatlarini ham xuddi shunday topamiz. Bizda x yonida y turibdi. Shuning uchun ham x ni o'rtacha qiymatini topgandan keyin sekingina mana shu katakchani o'ng burchagiga, demak, sichqonchani ko'rinishi plus qora shaklga bo'lgandan keyin shundoqqina tortsak ham bo'ladi. Demak, va 2 marta bosib mana tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sredniy значение, ya'ni y larning o'rtacha qiymati topildi. Xo'p, keyingi ishimiz esa mana biz aynan formula uchun harakat qilyapmiz. Ya'ni mana bu yerda formula uchun kerak edi x o'rtacha va y o'rtacha va mana mahrajda ham xuddi shunday x o'rtacha kerak. Ya'ni x ustiga chiziqcha chizilgan, bu x o'rtacha. Endi suratda mana aytilyapti, x ning har bir qiymatidan x ning o'rtachani ayir, undan keyin esa y ning har bir qiymatidan y o'rtachaning qiymatini ayir deyapti. Ya'ni biz formula asosida ishlayapmiz. Formula uchun kerak bo'ladigan miqdorlarni, qiymatlarni hisoblayapmiz. Bu yerda demak x ning har bitta qiymatidan ayirishimiz kerak ekan x ning o'rtacha qiymatini va x ning o'rtacha qiymati faqat shu katakchada, boshqa joyda mavjud emas. Va men notebookdan foydalanyapman, o'sha uchun ham Fn F4 tugmasini bosganda, demak, faqatgina har bir x ning qiymatidan faqatgina mana shu x o'rtachaning qiymatini ayir degan ma'noda dollar belgisini qo'ydim. Va enter tugmasini bosyapman. Endi shu katakchani o'ng pastki burchagiga sichqonchani olib kelaman va sichqonchaning ko'rinishi plus qora ko'rinishga kelgandan keyin 2 marta bossam, ko'rib turganimizdek, demak, kerakli miqdorlar hisoblandi. Ya'ni mana -1,625 misol uchun 80 sonidan 81,625 sonini ayirish orqali hisoblandi va hokazo qolganlarida ham xuddi shunaqa. Ya'ni har safar har bir x ning qiymatidan, demak, aynan mana shu katakchadagi sonning qiymati ayrilyapti. Bu sababi dollar belgisini qo'yganimiz. Xo'p, endi keyingisi ham xuddi shunaqa. Demak, y ning har bitta qiymatidan ayirishimiz kerak y ning o'rtacha qiymatini va y o'rtacha qiymati faqat shu katakchada, boshqa joyda yo'q. Shuning uchun ham dollar belgisi yordamida yozamiz. Va ko'rib turganimizdek, demak, barcha qatorlar uchun bajar deganda shu katakchani eng pastki burchagiga olib kelib ikkita bosganda, demak, barcha qatorlar uchun aynan shu formula asosida hisoblab berilyapti. Masalan, mana bu 35 soni 14750 dan aynan 14715 sonni ayryapti. Endi esa biz demak formulamizdagi suratdagi qiymat topishga yaqinlashib qoldik. Bu yerda x ayrilgan x o'rtachani va y ayrilgan y o'rtachaning qiymatlarini ko'paytirishimiz kerak. Xo'p,
ko'paytiramiz. Demak, bizada x ayrilgan x o'rtachaning qiymatini ko'paytiramiz y ayrilgan y o'rtachaning qiymatiga va mana enter tugmasini bosdik. Endi barcha qatorlar uchun xuddi shu ishni bajardimiz va o'ng tomon burchagiga 2 marta chiqillatib bosamiz. Mana bosganimizdan keyin barcha qatorlar uchun bu ish bajarildi. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana haqiqatan ham bajarilyapti. Va biza endi demak k ning qiymatini topish uchun kerak bo'ladigan miqdorning suratdagi qiymatini topishga yaqinlashdik va bor yo'g'i bu yerda mana bu yig'indini topsak bo'ldi. Demak, yig'indini topamiz. Yig'indini mana pastki shu ustundagi demak eng past katakchaga sichqonchamizni qo'yib turib, bu yerda mana summa belgisini bosar edik va bizga taklif qilyapti. Mana shu sonlarning yig'indisini hisoblab beraymi deb, ha deymiz. Ya'ni enter tugmasini bosamiz. Va mana bu k'ni topish uchun kerak bo'ladigan miqdorning suratdagi qiymatini mana sariq rang bilan belgilab qo'ydim. Keyingi harakatimiz demak endi maxrajdagi sonning qiymatini topishga qaratiladi. Bu yerda x ayrilgan x o'rtachaning kvadratini hisoblashimiz kerak. Demak, bizada x ayrilgan x o'rtacha bor va shuni kvadratga oshirishimiz kerak. Demak, buning uchun tenglik belgisini bosib turib, endi nima qilardik? Demak, daraja oshirish, ya'ni x ayrilgan x o'rtachani darajaga oshirishimiz kerak. Bu uchun ham lotincha shriftda shift 6 tugmasini bossak darajaga oshirish demak buyrug'i kelib chiqadi, ya'ni majoziy ma'noda aytganda shifrcha belgisi deymiz. Va ikkinchi darajaga oshir deb buyruq beramiz. Mana bu bo'ldi. Demak, mana shu yerda 3,375 sonning kvadrati hisoblandi. Endi mishkani 2 marta bossak barcha qatorlar uchun hisoblab berilyapti mana. Demak, biza endi k ning qiymatini topish uchun kerak bo'ladigan maxrajdagi qiymat mana kvadrat hisobladik va oxirida yig'indini hisoblashimiz kerak xolos. Demak, mana yana pastki katakchaga qo'yib turib, sichqonchani, ya'ni mishkani yana summa belgisini bossak bo'ldi. Demak, bizaga mana yig'indi kelib chiqdi. Va buni biron xil yana rang bilan belgilaymiz. Masalan, aytaylik, ko'k rang bilan. Demak, mana bu maxrajdagi, ya'ni k'ni topish uchun kerak bo'ladigan sonning maxrajdagi qiymati. Endi biza k ning qiymatini topishga tayyormiz. Mana suratdagi sariq rang bilan belgilangan katakcha va pastda ko'k rang bilan belgilangan katakcha maxrajdagi sonning qiymati. Mana bu yerda k uchun men joy ajratib qo'yganman oldindan va buni teng qo'yib turib, tenglik belgisini yozib turib, mana bu suratdagi sonni bo'lish kerak deyman. Mana bo'lish belgisini bosdim bu yerda. Bo'lish va bo'lish kerak maxrajdagi sonning qiymatiga. Mana shu songa bo'lib hisoblab ber deyapman. Va bo'ldi. Mana hisoblab berildi. Bu son albatta virguldan keyin ancha aniqlikda hisoblanyapti. Ya'ni -320 butun aytaylik taxminan 85. Xo'p. Demak, k ning qiymatini topib bo'ldik. Keling, shriftini biroz kattalashtiray. -320 butun 85 ekan. Endi esa bu yerda b ning qiymatini ham topamiz va oldindan shriftni to'g'rilab oldim kattaroq qilib. Biz albatta k ni qiymatini topmasdan turib b ni topa olmaymiz, chunki mana b ni hisoblashda bu yerda k ishtirok etadi. Shunday qilib endi b ni qiymatini topamiz va b ni qiymatini topish uchun demak bu yerda tenglik belgisini qo'yamizda-yu. Demak, undan keyin nimani ko'ryapmiz? Mana formulada y o'rtacha ayrilgan k ko'paytirilgan x o'rtacha. Demak, y o'rtacha bizada qayerda edi? Mana y o'rtachaning qiymati, mana shu qiymatni kiritib ko'rsatdik. Demak, y o'rtacha endi minus belgisini qo'yaman, ya'ni klaviaturadan foydalanib va undan keyin k ning qiymati ko'paytirilgan, demak, x o'rtachaning qiymati edi. Demak, x o'rtachaning qiymati mana shu yerda mana. Va demak, x o'rtachaning qiymati qayerda joylashganligini ham kompyuterimizga ko'rsatdik va bo'ldi. Endi demak, ko'rib turganimizdek, bizada ham k va ham b ning qiymatlari hisoblandi. Men bor yo'g'i chiroyliroq bo'lsin degan ma'noda sal to'g'rilayapman. Bu yerda b ning qiymatini butun son ko'rinishida yozib qo'yaylik, chiroyliroq chiqadi. Va k ning qiymatini keling ikki xona aniqlikda hisoblasak yetadi. Virguldan keyin ikki xona aniqlikda. Umuman olganda, demak, bizani mana bu modelimizda y teng bizga berilgan sonlar bilan hisoblaganda k ning qiymati -320 butun 100dan 85 ga va yaxlitlab olganda b ning qiymati 40.905 ga teng ekan. Albatta, hozir biz buni hisoblayapmiz va ikkinchi rejaga o'tganda ularning iqtisodiy talqini haqida gapiramiz. Ya'ni nimani tushunish kerak, bu nima degani haqida yana gapiramiz. Keling, endi
Demak, biza boshida aytgan edik, ikki xil formuladan foydalanish mumkin deb va ikkinchi formuladan foydalanib topaylik mana. Y teng kx i plus b chiziqli regressiyada k ni ikkinchi topish formulasidan foydalanamiz va bu yerda hozir yana ishonch hosil qilamiz. Yana o'sha k ning qiymati -320,85 chiqadi. Aynan o'sha son chiqadi va hozir buni guvohi bo'lamiz. Bizga demak k ni topish ikkinchi usulda avval x ni y ga ko'paytmas kerak ekan. Mana menda oldindan jadval tuzib qo'yilgan. Hamda bu yerda demak x ni y ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni x ko'paytirilgan demak y ekan. Mana x ni y ga ko'paytirdik. Ya'ni barcha x larni barcha y larga ko'paytirish kerak umuman olganda va buning uchun demak o'sha katakchani o'ng burchagiga plus qora shaklga o'tganda 2 marta bossak, mana barcha kataklarda x va y larning ko'paytmalari hisoblab berildi. Endi qiladigan ishimiz esa x ni kvadratga oshirishimiz kerak ekan. Mana bu demak x ni kvadratga oshiramiz, ya'ni x ni ko'rsatdik va lotincha shriftda shift alt tugmasini bossak darajaga oshirish buyrug'i kelib chiqadi dedik va mana kvadrati. Ya'ni mana shu yerda 85 sonni kvadratga oshirib hisobladik. Endi barcha qatorlar uchun bu ishni bajarishimiz kerak. Buning uchun o'ng burchagiga borib 2 marta bosamiz va ko'rib turganimizdek barcha qatordagi sonlar, ya'ni mos katakdagi sonlarning kvadratlari hisoblab berilyapti. Endigi ishimiz bu yerda o'rtacha qiymatlarni topishimiz kerak. Bu yerda x, y, x kara y, x kvadrat. O'rtachalar ham xuddi shu tartibda joylashgan. E'tibor qiling. X o'rtacha, y o'rtacha, x kara y ning o'rtachasi va x kvadratning o'rtachasi toki mana shu katakgacha. Ya'ni bu nima degani? Endi ruscha shriftga o'tib olamanda va teng deb qo'yib средний, ya'ni средний значение, ya'ni o'rtacha qiymat topamiz. Demak, x larning qayerdaligini ko'rsatamiz. Mana x larimiz shu yerda. E'tibor qilsangiz tezroq bajarishni o'rganasiz. Demak, bu yerda x larning o'rtachasi mana 24 ta x ning qiymatlarini hammasini oxirigacha qo'shib 24 ga bo'lganda 81,625 ekan. Hozir aytganimizdek, bu sonlar tartibi ketma-ketligi to'g'ri joylashganligi sababli mana shu katakchani ustiga bosib o'ng burchagiga olib kelib toki x kvadratgacha bo'lgan joyini tushunib tortsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda 14715 bu barcha y larning o'rtacha qiymati. Mana formulasini yozib qo'yibdi o'zi, средний. Keyingisida demak x kara y larning o'rtacha qiymati, mana bu 24 ta sonning o'rtacha qiymati va bu son 1,186,598 ekan va keyingi katakda x kvadratning o'rtacha qiymati, ya'ni x kvadratlarning o'rtachasi. Mana shu x kvadratlarni 24 ta sonni qo'shib 24 ga bo'lganda bizada demak taxminan aytganda 6707 ekan. Ana bu yerda esa bu nima? Bu x o'rtachaning kvadrati. Mana x o'rtacha mana bu katakda bor. Mana shu sonni kvadratga oshirib yozishimiz kerak. Demak, bu teng ekan x o'rtachaning kvadrati. Ya'ni lotincha harflarda shriftda turganda shift alt bilan darajaga oshirish belgisini qo'yamiz. Majoziy ma'noda aytganda shifrcha belgisini va kvadratga oshiryapmiz. Mana bo'ldi. Bu sonni ham topdik. Ya'ni biz mana bu yerda formulamizda kerak bo'ladigan barcha miqdorlarni topdik. Endi e'tibor qiling, mana suratda nimani ko'ryapmiz? X kara y ning o'rtachasini biz buni topganmiz. Mana x kara y ning o'rtachasini topganmiz. Bundan keyin nimani ko'ryapmiz? Minus x o'rtacha kara y o'rtacha. X o'rtacha ham bor bizada va yana y o'rtacha ham bor. Endi chalkashib ketmaslik maqsadida, ya'ni yaxshiroq tushunishingiz maqsadida surat mahraj deb yozib qo'ydim. Keling, o'sha k ni topish uchun kerak bo'ladigan miqdorning suratdagi qiymatini topaylik. Bu teng bo'ladi mana x kara x y ning o'rtachasi ayrilgan formulada hozirgina ko'rsatdik. X o'rtacha ko'paytirilgan y o'rtacha. Mana enter tugmasini bosamiz va ko'rib turganimizdek, demak x kara y ning o'rtachasi ayrilgan, x o'rtacha kara y o'rtachani hisoblab topdik mana. Keling, shriftini biroz kattalashtiramiz. Demak, endi mahrajda esa x kvadratning o'rtachasidan ayirishimiz kerak x o'rtachaning kvadratini. Demak, x kvadratning o'rtachasidan mahrajdagi sonni mana formulani kiritamiz. Teng. Demak, x kvadratning o'rtachasi mana bu son va ayirishimiz kerak x o'rtachaning kvadratini. Bu boshqa narsa, farqiga borish kerak. Va mana bu yerda demak mahrajdagi sonni ham topdik.
Endigi qiladigan ishimiz esa albatta biz nima qilishimiz kerak? Demak, bu yerda suratdagi sonni maxrajdagi songa bo'lib turib, demak, o'sha k ning qiymatini topsak bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, ushbu usulda hisoblaganda ham k ning qiymati aynan birinchi usulda hisoblagan formulamizda qanaqa son hosil bo'lgan bo'lsa, bu yerda ham aynan o'sha son hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta. Xo'p, demak, bu son bilan mana bu birinchi usulda hisoblagan sonimiz aynan bitta narsa. Oxirigacha, demak, bu kerak bo'lsa mana tekshirib ko'rishingiz ham mumkin. Xo'p, bir necha aniqlikda, demak 85 dan keyin mana 2044 deylik. Dehqonchasiga aytganda, bu yerda ham agar aynan o'sha xonagacha yaxlitlasak 85 dan keyin 2044. Xo'p, b ning qiymati xuddi oldingiday hisoblanadi. Demak, b ning qiymati teng, ikkalasida ham bir xil, ya'ni buning uchun y o'rtacha edi, ayrilgan edi. Demak, k ko'paytirilgan edi va x o'rtacha degan formuladan foydalanib hisoblagan edik. Va albatta b ning formulasi bir xil bo'lgandan keyin tabiiy ravishda qiymatlari ham bir xil bo'ladi. Mana yaxlitlaganda 40905 soni. Bunisini ham biza demak yaxlitlagan holatda qo'yadigan bo'lsak, ikki xonagacha -320,85 soni kelib chiqar ekan. Ya'ni ko'rib turganimizdek, har ikkala formula bilan hisoblaganda ham oxirgi natija bir xil chiqadi, albatta. Demak, hozirgina biz ikki xil usulda chiziqli regressiya tenglamasining koeffitsentlari, ya'ni parametrlarini topishni o'rgandik. Umuman olganda, ushbu ishni amalga oshirishning bir necha xil usuli bor. Yana bitta uchinchi usulni ham tanishamiz. Uchinchi usuli o'ziga yarasha ma'lum bir kamchiligi ham bor, hozir bu haqida gapiramiz. Uchinchi usuli juda oson tarzda uchinchi usul topsak ham bo'ladi. Keling, mana shu ishni yana qaytadan bajaramiz. Menimcha shunaqa qilganimiz to'g'riroq bo'ladi. Demak, ya'ni bu yerda uchinchi avtomatik tarzda topish usuli, bu yerda narx va talabni birgalikda belgilab olganimizdan keyin stavka menyusiga borib, nuqtali grafik chizganimizdan keyin mana xohlagan bitta nuqtani ustiga bosib turib, sichqonchani o'ng tugmasini bosganda добавить linию тренда degan bandini ishga tushiramiz. Hamda bu yerda lineyniya degan joy turadi bizda. Faqat pastga tushamizda mana bu yerda показывать уравнение на диаграмме degan joyi bor, ya'ni tenglamani diagrammada ko'rsat degan joyini agar bitishga bosib qo'ysak, bizda xuddi hozirgi biz formula yordamida hisoblab topgan sonlarimiz umumiy ko'rinishda keltirib chiqariladi. Bu yerda kamchiligi shundaki, bu yerda yaxlitlab beriladi. Gohida bizga yuqoriroq aniqlikda kerak bo'lsa, bu usulda hisoblaganimiz demak yuqori aniqlikda imkoniyat bermaydi. Ya'ni bu yerda yaxlitlab mana y teng -320,85 ko'paytirilgan x qo'shilgan 40,905 sonni yaxlitlagan holatda ko'rsatib beryapti. Bu yerda kamchiligi aynan yaxlitlaganida, ya'ni yuqori aniqlikda hisoblash qiyinroq, ya'ni imkon bermaydi. Aslida bu son demak mana bu yerda ko'rib turganimizdek virguldan keyin mana bu formula bilan topganda juda katta yuqori aniqlikda hisoblashimiz mumkin aslida. Mana k ni ham xuddi shunday b ni ham qiymatlarini agar formula bilan topsak. Albatta mana bu grafik chizib turib hisoblash usuli mavjud va bu uchinchi usul hisoblanadi. Umuman olganda yana to'rtinchi usulimiz ham bor. To'rtinchi usulimizni ko'p omilli chiziqli regressiya tenglama o'tganda yana ham yaxshiroq tushunasizlar, lekin hozircha qisqagina tushuntirib o'tib ketishim ham mumkin umuman olganda. Buning uchun bizada korrelyatsiyani oxirgi uchinchi usulda o'rgatganimizga o'xshagan mana данные menyusiga kiramiz. Hamda demak bu yerda analiz данных menyusini ishga tushirganda bu yerda sal qisqaroq to'xtalamiz. Mana regressiya degan bandi bor. Regressiyani ishga tushiramiz. Regressiyani ishga tushirganda mana shunaqa oyna kelib chiqadi va bu yerda входные данные, ya'ni kiruvchi ma'lumotlar bu yerda. Входной interval y, ya'ni y'laring qayerda joylashgan deyapti. Mana y'larni ko'rsatamiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana yozuvlari bilan birga oldim, talab so'zi bilan birga. Endi входной interval x, ya'ni x ning qiymatlari qayerda joylashgan deyapti. Mana bu yerda x ning qiymatlarini ko'rsatamiz. Bu yerda ham narx yozuvlari bilan birga oldim.
O'sha uchun ham mana bu yerda metki degan joyda ichga qo'yishim kerak, ya'ni birinchi qatorda bu son emas, yozuv degani. Bu yerda endi konstanta 0 degan joyi bor, ya'ni b ning qiymatini 0 ga tenglashtirib hisoblab beraymi deyapti. Bizga unaqa kerak emas. Bunga hali keyinroq yana to'xtalamiz ko'p omillarda. Endi уровень надежности, ya'ni ishonchlik darajasi bu standart holatda 95%. Bunga ham alohida bitta mavzu ajratamiz, nimaligini tushuntiramiz. Bu bor yo'g'i 4-usul ham borligini aytish uchun qisqaroq to'xtalyapmiz. Ya'ni bu menyu bilan ishlashni alohida o'rganamiz. Bu ko'p omilli regressiya tenglamalarida alohida to'xtalamiz bunga. Hozircha qisqaroq ketamiz. Demak, bu yerda natijalar выходной interval, ya'ni natijani qayerga chiqarasiz? Shu jadvalni o'zini bir burchagidami deyapti. Menga unaqa emas, yangi listga chiqarib ber demoqchiman. Va bu yerda mana pastda regressiya deb yozaman deylik. Biroq xil nom berishim kerak. Demak, regressiya nom bermasa ham bo'ladi, unda list deb chiqadi va biz nom berdik, mana regressiya deb nom berdik. Bu yerda новая рабочая kniga, yangi fayl yaratish ham mumkin. Va mana bu ostatki qoldiqlar, endi bu statistik qo'shimcha ma'lumotlar bizga hozircha shart emas, bunga alohida bitta dars tashkillashtiramiz bu menyuni o'rganish bo'yicha. Endi esa OK tugmasini bosganimizdan keyin mana pastimizda yangi list ochildi va unga regressiya degan nom berildi. Va bu yerda demak aynan hozirchalik faqatgina mana pastdagi songa to'xtalamiz. Mana eng pastdagi ustunda, birinchi ustunda biz hozir hisoblab topgan qiymatlarimizni hisoblab berdi mana. Ya'ni bu yerda ham ancha yuqori, katta yuqori aniqlikda hisoblab beradi. Bu usuldan foydalansangiz ham ajoyib usul. Mana y пересечение degani bu demak b ning qiymati va x narx degani o'sha x ga ko'payayotgan son, ya'ni -320,85. Mana bu demak 4-chi usuli. Ya'ni biz regressiya tenglamasini parametrlarini birinchi mana bu ko'rinishdagi formula bilan topishimiz mumkin. Xohlasak o'rtachalarga asoslangan holda bu formuladan foydalanib topishimiz mumkin. Xohlasak demak mana bu yerda grafik orqali 3-usulda topishimiz mumkin. Xohlasak demak o'sha данный minusdagi analiz данных minusdan foydalanib ham topishimiz mumkin. Mana 4 xil usulda topishimiz mumkin. Endi kimga qaysi usul yoqsa shundan foydalanadi. Endi eng asosiy joyga qaytamiz. Biz endi ikkinchi rejaga o'tyapmiz. Aniqroq aytsak, xo'p, bu nima uchun kerak edi? O'zi ma'nosi nima buni endi? Endi bunga iqtisodiy talqin qilishga harakat qilamiz. Bu uchun mana model talqini degan list ochib tayyorlab qo'yganman. Demak, birinchi bizada kuzatish natijalari bor edi, 24 oylik narx va talab haqidagi. Va bu sonlarni mana bu katakchalarga mana kirgizaman. Mana son qiymatini kirgiz deb qo'ydim. Bu yerda yaxlitlangan, menimcha bu yaxlitlangan ko'rinishda berilgan ekan. Bu yerda oldinroq ishlangan. Ya'ni bu katakchalarda yaxlitlangan holatda turibdi ekan. Aslida bu demak o'sha sizlar ko'radigan verguldan keyingi yuqori aniqlikda hisoblangan qiymatlar. Bu qiymatlarni 4 xil usulda hisoblashni ko'rdik. Va buni ma'nosi nima endi? Bu iqtisodiyotda qanday foydalaniladi? Biz hozirgina model tuzdik va modelimizni ko'rinishi demak y teng -320,85 ko'paytirilgan x qo'shilgan 40,905 ekan. Endi model talqin listimizga qaytamiz va o'sha formula asosida bu yerda demak model qiymatlarini kiritamiz. Buning uchun teng, mana y teng demadikda, bor yo'q teng dedik. Va undan keyin k ning qiymati va mana k ning qiymati faqat shu yerda, boshqa joyda yo'q. Shuning uchun ham dollar belgisi bilan yozamiz. Mana dollar belgisi bilan ko'paytirilgan x, mana bu kuzatish natijasida olingan qiymat bu x va qo'shilgan demak endi nima? B ning qiymati. Bu yerda almashib qolibdi, kechirasizlar. Bu yerda k ning qiymati bilan b ning qiymati almashib qolibdi. Ya'ni bu son, mana bu b ning qiymati bu va bunisi k ning qiymati edi. Uzr so'rayman. Demak bu yerda mana demak bu b ning qiymati, bunisi k niki. Ya'ni demak model qiymatini kiritamiz, ya'ni k ning qiymati k, ya'ni dollar belgisi bilan yozamiz, chunki k ning qiymati faqat shu yerda. Ko'paytirilgan endi mana x ning qiymati, bu yerda albatta e'tiborli bo'lish kerak, ya'ni xato qilmaslik kerak. Undan keyin qo'shilgan mana bu yerda b ning qiymati. B ning qiymati ham faqat shu katakchada, shuning uchun ham yana dollar belgisi bilan yozamiz. Mana bo'ldi.
Biz model qiymatlarini hisobladik. Bu yerda ham yaxlitlangan holatda hisoblab qo'yilgan. Aslida esa bu mana shunaqa virguldan keyin yuqori aniqlikda hisoblangan miqdor hisoblanadi. Keling, chiroyli bo'lishi uchun ham biz ham shuni yaxlitlab belgilab qo'yamiz. Va endi barcha kataklar uchun shu ishni bajardiymiz. Ya'ni aynan shu formula asosida bizga hisoblab beryapti. Mana demak, har safar x o'rniga uning qiymatlarini yozib, demak, hisoblab beryapti. Endi biz nimaga erishdik? Mana biz kuzatish natijasida talabni aniqlagandik va model qiymatlarini hozirgina topdik. Endi ushbu model qiymatlari va talab miqdorlarini, ya'ni biz ustma-ust qilib, ya'ni grafik chizganda agar ustma-ust tushsa, demak bu ikkita jarayon bir-biriga mos ekan. Mana bu yerda biz darrov juda tezlik bilan chizdik. Ya'ni keling, mayli, batafsil aytaman. Ya'ni stavka menyusiga borib turib, mana bu yerda grafik bor. Grafik вставить grafik или diagrammu с областями degan joyga boramizda birinchi bandini tanlaymiz va bu yerda mana grafik chizdik. Ko'rib turganimizdek grafiklarimiz anchagina yaxshi ustma-ust joylashgan. Demak, bu tuzilgan modelga ancha ishonsak bo'ladi. Albatta, biz bugun birinchi hayotimizdagi modelni yasashni o'rganyapmiz. Bu juda sodda model, lekin buni iqtisodiy talqin qilsak bo'ladi. Bu nima degani bu endi? Ma'nosini tushuntiraman. Albatta, aslida real hayotda qanaqadir iqtisodiy jarayonga faqat bitta narx ta'sir qilib qolmaydi. Hali biz keyingi mavzularda ko'p omilli regressiyani o'rganganda bu haqida gapiramiz. Endi tasavvur qilamiz, shu oddiygina model yasadik. Xo'sh, va bu yerda mana uning ko'rinishi y teng -320,85 ko'paytirilgan x qo'shilgan, demak 40,905 ko'rinishga ega bo'ldi. Buni ma'nosi nima? X bu narx edi. Bu degani kuzatish natijalari asosida qurilgan modelga ishonadigan bo'lsak, unda har safar $1 narxni oshirishimiz korxonamiz mahsulotiga bo'lgan talabni o'rtacha $320 ga kamayishiga olib kelar ekan. Va har safar o'rtacha narxni $1 ga tushirishimiz korxonamiz mahsulotlariga bo'lgan talabni $320 ga oshishiga olib kelar ekan. Ya'ni narxni oshishi, $1 ga oshishi va tushishi har safar, demak, korxonamiz mahsulotlariga bo'lgan talabni $320 ga oshishiga va kamayishiga sabab bo'lar ekan. Va agar biz narxni $0 qilib belgilasak, ya'ni bepul tarqatsak, demak shu yerda $40,905 lik mahsulot, demak, olib ketilar ekanda. Shu ma'noda shunaqa talqin qilsa ham bo'laveradi. Endi keling, iqtisodiy talqinimizni davom ettiramiz. Bu uchun model talqini degan listga o'tdik. Mana pastda, demak, biz albatta talqindan oldin biroz prognoz haqida gapirishimiz kerak. Mana shu ustunda bizada demak endi model qiymatlari kiritildi. Va mana bu yerda endi misol uchun mana $100 qilib belgilamoqchi bo'lsam, mana bu yerda o'sha formula ishlayapti. Mana buni alohida rang bilan belgilayman, masalan, sariq rang bilan. Demak, model aytyapti, agar sen $100 narxni $100 qilib belgilasang, demak, sen $8,819 atrofida mahsulotingga talab namoyon bo'ladi. Ya'ni shu atrofda mahsulot sota olasan, deyapti. Bu albatta orientir olish uchun, bu prognoz bu. Ya'ni prognoz degani bu yuqori ehtimollik bilan sodir bo'lishi kutilayotgan hodisa deb aytgandik birinchi darsda. Demak, narx tushirsak-chi, $95 qilib belgilasak, albatta mahsulotingga bo'lgan talab o'rtacha $10,442 tashkil qiladi, deyapti. Yanada tushirsak-chi, yanada tushirsak, demak, yanada mahsulotingga talab oshadi, deyapti. Yanada tushirsak-chi, yanada tushirsak, demak, yana oshib boraveradi. Va yana tushirsak, demak, narx tushirib boraversak, mahsulotimizga talab oshib borishligini prognoz beryapti. Lekin biz bilamizki, biz mahsulotni, demak, narxini aytaylik xohlagancha tushira olmaymiz. Tasavvur qilamiz, demak, bizada aytaylik mahsulot tan narxi $69 bo'lsin. Ya'ni bir birlik mahsulotimiz tan narxi $69 dedik. Biz albatta hamma sonlarni o'zimizdan olyapmiz. Aytaylik $69. Xo'p, unda va biz narxni $70 qilib belgilamoqchimiz. Prognoz berilyapti, o'rtacha $18,445 mahsulot sotiladi deb. Unda bir birlik mahsulotdan qoladigan foyda qancha bo'ladi? Bir birligidan qancha qoladi? Bir birligini $70 dan sotayotgan bo'lsak,
va har bir birligini 69 dollar xarajat qilib ishlab chiqarayotgan bo'lsak, demak bir birligidan 1 dollar pul qoladi. Demak bir dona mahsulotdan 1 dollar pul qoladi. Shuning uchun ham 70 dollar bu juda ham kam. Keling narxi 80 dollar qilib belgilamoqchi bo'lsak-chi, 80 dollardan 69 dollar aytsak, har bir birligidan 11 dollar demak nima qolar ekan? Demak foyda qolar ekan. Endi sotilishi kutilayotgan mahsulot hajmi qancha? Qancha dona, qanchata dona mahsulot sotilishimiz kutiladi shunda. Buni qayerdan bilamiz? Buni mana prognozdan so'raymiz. Demak, 80 dollar qilib belgilaganda har bir birlik mahsulotni 15236 dollarlik mahsulot sotilishi prognoz qilinyapti. Xo'p, 15236 dollarlik mahsulot sotish uchun nechta dona 80 dollardan mahsulot sotishimiz kerak? Va buning uchun albatta nima qilamiz? Bu katakchada tenglik qo'yib, mana bu prognoz berilayotgan miqdorni bo'lamiz nimaga? Mana bu narxga. Va demak bu yerda hozir yaxlitlab qo'yilgan bu son. Aslida o'zi bu kasr son, lekin yaxlitlab qo'ysak, demak biz xulosa qilamizki, agar 80 dollardan mahsulot sotsak va prognoz 15236 dollar bo'lsa, 15236 dollarlik mahsulotni biz 80 dollarlik mahsulotning 190 ta donasini yoki 190 birligini sotib erishar ekanmiz. Bu degani, demak biza taxminan 190 birlik mahsulot sotar ekanmiz. Shunda endi kutilayotgan jami foydamiz qancha? Kutilayotgan jami foydamiz 190 ta dona birlik mahsulot sotmoqchi bo'lsak, sotadigan bo'lsak va uni ko'paytirsak, hamda har bir birligidan 11 dollardan demak foyda qoladigan bo'lsa, demak ko'paytirsak 11 kira 190 bu 2095. Albatta bu ham yaxlitlab ko'rsatilgan son aslida. Xo'p, lekin yaxlitlab qo'yganimiz ham yaxshi, chiroyli, osonroq tushunamiz. Demak, shunda biz 2095 dollarlik foyda ko'rishimiz kutilayotgan ekan. Endi biza mana bu yerda narxni o'zgartirib mana bu foydani, ya'ni foydamizni, kutilayotgan foydani maksimumga erishtirish uchun demak narx qanaqa belgilashimiz kerak? Aynan ko'k rang bilan belgilab qo'ydim. Keling narxni oshirib ko'raylik. 85 dollar bo'lsa, ko'rib turganimizda mana 85 dollar bo'lganda prognoz kamaydi, 13632 ga aylandi va har bir birligidan 16 dollardan demak foyda qoladi va 160 ta dona mahsulot sota olamiz, lekin demak foydamiz 2566 bo'ldi mana. Oldingisida 2095 edi, 80 bo'lganda orqaga qaytaman va oldinga qaytaman, demak 2566. Ya'ni 85 dollar belgilaganimiz kamroq mahsulot sotsakda har bir birligidan ko'proq foyda qolish hisobiga demak kutilayotgan jami foydamizni oshiryapti. Endi mana shuni maksimumga erishtirishimiz kerak. Demak, endi 90 dollar belgilasakchi, 2566 ni eslab qolamiz. 90 dollar belgilaganda 2807 bo'ldi. Juda ham ajoyib. Demak, avvalga nisbatan kamroq mahsulot sotamiz. 134 ta birlik, lekin har bir birligidan 21 dollardan qolish hisobiga bizaga 2807 dollar ancha foydamiz oshar ekan. Keling yana demak narxni oshirib ko'raylik. 95 dollar belgilasakchi, yana biroz oshdi. 90 dollarda bu miqdor 2807 edi. 95 dollar belgilaganimizda 2853, ya'ni 90 dollarda demak 2807 ni o'rniga 95 dollarda 2853 bo'ldi. Yana biroz oshirib ko'ramiz. Masalan 100 dollar belgilasakchi, 2853 eslab qolamiz va 100 dollar belgilaganda kamaydi. Demak biz optimal narxni 95 dollar atrofidan izlashimiz kerak. 95 96 qilib ko'ramiz, 2553 eslab qolamiz va kamaydi. Endi kamaytirib ko'ramiz. 94 dollar belgilaganda 2853 edi, 95 da mana 95 da 2853 edi, 94 da esa 2858 bo'lyapti. Keling endi 93 dollar qilib ko'ramiz. 2858 2856 ga tushdi. Demak 94 dollar narx bir birlik mahsulotimiz uchun mana shu holatda optimal narx ekan. Ko'rib turganimizdek prognoz kamayapti. Jami sotiladigan mahsulot hajmi 114 dona kamaydi, lekin har bir birligidan 25 dollardan qolish hisobiga demak 2858 dollarlik mahsulot sotish, ya'ni foydaga erishishimiz kutilayotganligi ko'rinib qoldi. Ya'ni bu jadvaldagi barcha sonlar bular chambarchas bir-biriga bog'langan. Hammasi formula asosida hisoblanyapti. Agar narxni oshirsak, mana prognoz kamayadi va narxni oshirganimiz mana bu yerda bir birlikdan qoladigan foydani oshirishi sabab bo'lishi bilan birga, lekin prognoz kamayishi
mana bu yerda sotiladigan jam mahsulot hajmini kamayishiga olib keladi. Ya'ni bitta narxni oshirganda mana bu 25, ya'ni bir-birlikdan qoladigan oshadi, lekin sotiladigan sotilish kutilayotgan mahsulot esa kamayadi. Natijada mana bu ko'paytma demak kutilayotgan jami foydaga ta'sir qiladi. Ya'ni bittasi kamayadi, bittasi oshadi. Va ko'rib turganimizdek, mana bu juda oddiy va sodda tuzilgan bo'lsa-da modelimiz, lekin bu oddiy sodda model bilan ham iqtisodiyotda qaror qabul qilish uchun juda ham muhim, demak, ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni biz birinchi savol, optimal narx qancha? Deylik, bu $94 va albatta doimiy mijozlarimiz uchun bu narxni kamaytirishimiz mumkin. Masalan, $93, $1 ga tushirsak, bor yo'g'i mana bu yerda $94 da jami kutilayotgan foydamiz 2858 edi va $1 ga tushirishimiz bor yo'g'i $2 ga kamayapti. Ya'ni demak $92 qilib belgilasak ham juda bir katta yo'qotish bo'lmayapti. Yoki aytaylik, o'sha $94 optimal narx edi va bu yerda 114 ta dona mahsulot ishlab chiqarishimiz prognoz qilinyapti. Demak, shunga yarasha qancha resurs sarflashimiz kerak, qancha xom ashyo jamlashimiz kerak, qancha elektr energiya sarflanishi kutilyapti, nechta ishchi, soat, vaqt ketish sarflanishi. Demak, mana shunga o'xshagan juda ko'plab savollarga javob topishimiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, mana tannarximiz o'zgardi. Masalan, tannarxi $6 ga oshib ketdi ma'lum bir sababga ko'ra. 69 emas, 75. Endi $75 bo'ldi tannarx. Endi yana qaytib ana shu optimal narxni topishimiz kerak bo'ladi. Endi $94 optimal narx emas. Endi demak o'zgaradi. $95 qilib ko'ramiz. 2172 ni eslab qolamiz. Yana 2172 94 ga aylandi, oshdi demak. 96 qilib ko'ramiz, 2210 bo'ldi. Mana oshyapti hozircha. $97 masalan. 2219 yana oshyapti. $98 narx oshirib ko'ramiz. 2220 bo'lib qoldi. Mana $99 yana kamaydi. Demak, $98 narx nima ekan? Bizda optimal narx ekan, ya'ni $2220 foydaga sabab bo'lar ekan. Bu yerda tannarx $6 ga oshishi narxni $4 ga oshirishga sabab bo'lar ekan. Ya'ni agar tannarximiz $6 ga oshsa, optimal, ya'ni eng ko'p foyda ko'radigan narx varianti bu $98 ekan deylik. Ya'ni misol aytmoqchi bo'lganimiz, tannarx $6 ga oshirsak, narxni ham $6 ga oshirishimiz kerak degani emas. Mana shunaqa, albatta biz modellardan foydalanishimiz mumkin. Bugun biz juda oddiy va sodda model tuzishni o'rgandik. Bu yerda eng asosiysi mana shu iqtisodiy talqin qismi edi. Ya'ni buni iqtisodiyotda qanday qo'llaniladi, rahbarlar qaror qabul qilishda qanaqa foydalansa bo'ladi. Umuman olganda biz juda oddiy va sodda model yasadik. Ya'ni y teng bizda bu -320.85 ko'paytirilgan x qo'shilgan 40.905 ko'rinishida ega bo'ldi. Real hayotda esa har qanday iqtisodiy jarayonga bir nechta ta'sir kuchlari mavjud bo'ladi va ularni birgalikdagi ta'sir kuchi qanaqa hisoblanadi, buni biz ko'p omilli regressiya tenglamalar mavzusida o'rganamiz. Lekin bu majoziy ma'noda aytganda soddagina aytaylik, o'yinchoq avtomobil yasadik va o'sha o'yinchoq avtomobildan foydalanishni o'rganayapmiz desak ham bo'laveradi. Umuman iqtisodiyotda rahbarlar qaror qabul qilish jarayonida va shu bilan birga ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan insonlar aslida ko'p omilli modellar yasaydi. Ko'p omilli modelni o'rganish uchun, yasash uchun, tushunish uchun albatta birinchi shundan boshlash kerak. Ya'ni oddiy modelni yasab, undan keyin sekin murakkab modelni yasashga o'rganib boriladi. Tartib qoidasi shunaqa. Bugungi mavzuyimizda rejalashtirilgan aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.